Assalomu alaykum barcha mani kuzatib turgan odamlarga. Bugun 9-may soat 2. Birinchi YouTube videomni yuklashga qaror qildim. Anchadan beri o'zim kutib yurgandim bu kunni. Xudoga shukr, bugun ekan bu kun. YouTube kanal nima haqida? Birinchisi, kamerada to'g'ri yodlab chiqmadim, tayyorlanganim yo'q. Shu gapiradigan so'zlarni hammasini daftarga yozib olganman. Ishlardan bitta o'qib beraman. Ko'p string deb ataladigan bir narsa bor ekan. Odamlar o'yin o'ynaganini yoki boshqa bir narsalarni yuklar ekan, qolgan odamlar shuni kuzatar ekan. Mana shuni dars qilish yoki kitob o'qish, mana shu o'qish masalasida olib bormoqchi bo'ldim. Ya'ni men dars qilaman, o'zimni biotexnologiyaga oid, ingliz tiliga oid kitob o'qiyman. Qanaqa mana shu narsani 2 soatdan 12 soatgacha onlayn YouTube'ga joylab boraveraman. Bundan maqsad nima? Maqsad kamerani birinchi navbatda bosadi, meni kimdir kuzatib turibdi deydi. O'sha jarayon 45 minut dars, 15 minut dam, 45 minut dam, 15 minut dam qilib 2 soatdan 12 soatgacha bo'ladi. Agar qo'limizdan kelsa, xudo nasib qilsa, agar 24 soatlik dars qilishni ham yuklaymiz. Ikkasini avvalambor boshlab olaylik. Bundan tashqari o'zini har xil chiqib qolgan qiziqarli bir nima deydi, oldimga yoqadigan, bir yaxshi ilqab qilinadigan ma'lumotlarni, yangi ma'lumotlarni berib boraman. Bu hali atrofini to'ldiraman. To'g'risi, knopkalarim yetmay qoldi. Men yetadi deb o'yladim. O'zimni qiziqishlarim bo'yicha rasmlar ilib chiqqandan, undan tashqari yana rasmlar bor, tanishlar chiqib bilaman bemalol. ChatGPT rasm chizib bergan o'sha. Undan tashqari Big Brother is watching you. Katta og'a kanal, Telegram kanalini akkauntdagi rasm. Keyin men eng yaxshi ko'rgan personaj Sherlock Holmes. Undan tashqari Aristotel, bilmayman olgan odam kim, prosta internetda chiqib qoldi, menga yoqdi. Aristotel falsafasi yoqqani uchun oldim. Hali Aristotel haqida to'liq ma'lumot bilmayman. Bu Batman, Kristofer Nolan olgan mana trilogiyadagi o'sha qahramon Batman, shuni rasmini ilaman. Keyin Chak Palahnikni Jang klubi kitobi asosida olingan Jang klubi filmidagi personajni rasmi. Albatta falsafani asoschisi Pifagor deyishadi. Pifagorni rasmi bor. Keyin undan tashqari nima ekan? Metamorfoz, Franz Kafka, o'zim yaxshi ko'rgan yozuvchilarni ilk rasmi. Dostoyevskiy, Franz Kafka, bu Martin Eden, Cheklovning kitob qahramoni, Iman Orzuim, Turkiyaga qisqarasiga borish. Eng yaxshi ko'rgan serialim Qashqalar makoni. Bu skelet bo'lsa, men filosofik fikrlarim skelet bilan almashaman. Ya'ni meni farq yo'q, skelet. Shu sizlarga aytadigan narsalarim. Charchaganman o'sha uchun gaplarni chiqmasligi mumkin, tabiiy yoki boshqacha chiqmasligi mumkin. Ammo kuzatgan hammaga rahmat, qo'llab-quvvatlagan hammaga rahmat. Xudo xohlasa birgalikda yuqoriroq marralarga erishamiz.